Siz yurak operatsiyasidan qo'rqmayapsiz. Siz noma'lumlikdan qo'rqyapsiz. Qachonki insonga yurak operatsiyasi kerak deyilsa, u tibbiyot haqida o'ylamaydi. Uning o'ylaganlari yomonlashib ketsa-chi, balki boshqacha yo'l bordir, balki men nima bo'layotganini to'liq tushunmayapman va bu normal holat. Shu paytda insonda tayanch bo'lmaydi. Yurakda nima bo'layotganini va keyin nima bo'lishini tushunmaydi. Shuning uchun xavotir oshib boradi. Inson javoblarni o'zi izlashni boshlaydi. Internetni o'qiydi, boshqalarning hikoyalarini tinglaydi, lekin aniqlik o'rniga yanada ko'proq shubhalar paydo bo'ladi. Chunki bu boshqalarning tajribasi, uning emas. Qo'rquv tushunish paydo bo'lgan paytda kamayadi. Agar siz hozir shunday holatda bo'lsangiz, bu bilan yolg'iz qolmang. Menga yozing va men sizga nima bo'layotganini va qanday yo'llar borligini tushuntirib beraman.